Akalar, hozir mana nima sababdan mishalarni ushlab yo'qotayotganimizni isbotini ko'rsatib beraman. Ushbu mishadi hozir. Hozir xattasini ko'rsatamiz mishalarni. Hammani tomida shunaqami akalar? Xo'p, akalar. Buni qaranglar. Setradagi daftarlarni qanotlari. Mana. Bunaqa narsani ko'rgandan keyin ushlamaslik ilojisi yo'q akalar. Nima qilaylik? Endi eng ayanchli mana qaraydi. Tayyor xata-yu bu yer. Adashmasam bir paqir chiqib olsa kerak, upat. Shokka tushib qoldim. Bu narsani ko'rib. Abdushim akalar ma'da pechkani mo'risish ketgan. Issiqqina burchakka biqim olmasa ta'b kirar ekan, kaptarlar. Mana patlar akalar. Hech kim bezza qilmaydi. Abdush to'chka bu yerdan otib bilan tasirlar. Olaviy tasirlatni maza qilishgan. Shu sababli akalar mishalarni yo'qotmasak bo'lmadi. Akalar, arzon so'raganlarga mana 11 ta qushimiz bor akalar. Hammasi bitta joyga sotiladi, saralab sotilmaydi. Agar saralab sotiladigan bo'lsa, kamida 50 mingdan sotiladi donasi. 3 kurra. Hammasini bitta joyga 250 mingga berib yuboramiz. 11 ta bor. Bo'lish akalar. Sodalashib telefon qilmanglar. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa aloqaga chiqsanglar. Libo joyga pochta qilib beriladi. Pochta puli ardenli bo'ladi. Kartaga pulni surib berganlardan keyin xudo xolisa chiqaveramiz. Libo joyga bor shu pullar. Pochta qilib beriladi. Akalar, to'rtinchisi ham tayyor shekilli. Ovoz kelyapti tepadan. To'rtinchisi ham tayyor ekan. Kecha kunga mishalar urushayotganlar. Ona tomni urushyotdi. Chetdan mishalar bittasi mana azib urishibdi. Inshaalloh akalar bunisi. Bu to'rtinchisi. Akalar, 5-inchisi ham adashmasam qopqonda. Bunisi oq ekan. 5-inchisi. Abdushi. Tunmagun yo'qotyapmiz. Xudo xolisa. Bo'rakcha ekan. Bunaqa turdagi mishalar borligini bilmas ekanman. Tushamiz akalar. Akalar, bunisi o'ta agressivniy. O'ta bir anaqa ekan. Nima deydi? Qo'pol ekan. Oqish ko'proq ekan buni. Buni bir raqobat tashlab kelamiz endi akalar. Masa qilib yo'qolyapti. Xo'p, bu adashmasam 5-inchisi bo'ldi. 5-mishiq. Ya'ni 2 ta bor akalar. Yo 2 ta, yo bitta qoldi. Men ko'rgan bilganlarim. Ko'ramiz qani, bir haftacha yana qopqonni qo'yib kutamiz. Tushmay qo'yishiga davr. Tushmay qo'yishni boshlagandan keyin xudo xolisa qushlarimizni chiqarishni boshlaymiz. Shatalarni mana yog'ib yuborganman. Chiqadigan xotlarni. Mana akalar. Adashmasam mana shu oxirgisi bo'ladi.